SDG 7 Birleşmiş Milletler Tashkiloti tomonidan belgilangan barqaror rivojlanish maqsadlarining 7-si, ya'ni barcha aholi uchun arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash. Asosiy maqsadi har bir inson energiya resurslariga quyidagi tabiatlar asosida ega bo'lishini ta'minlash. Arzon va iqtisodiy jihatdan qulay, ishonchli va uzluksiz, ekologik jihatdan barqaror, zamonaviy, qayta tiklanuvchi manbalar asosida. SDG 7 ning quyidagi maqsadlari 2030-yilga qadar barcha aholi uchun arzon, ishonchli, zamonaviy energiya xizmatlariga kirish imkonini ta'minlash. Jahon energiya balansida qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, energiya samaradorligini oshirish sur'atlarini 2 barobar tezlashtirish, toza energiya sohasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, qayta tiklanuvchi energiya samaradorligi va yangi texnologiyalar qo'llab-quvvatlashdan iborat. Keyingi energetika infratuzilmasini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda misol sifatida yo'nalishlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, quyosh va shamol energiyasi, gidroenergetika, bioyoqilg'i, vodorod texnologiyalari, aqlli tarmoqlar, binolar va transportda energiya tejamkorligini oshirishdan iborat. Dunyo miqyosida SDG 7 bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar elektr energiyasiga kirish darajasi 2024-yilda dunyo aholisining taxminan 92%ni elektr energiyasidan foydalanish imkoniga ega. Hali ham 660 milliondan ortiq inson elektr tarmog'idan uzoq holda yashaydi. Toza yoqilg'i va oshxona texnologiyalari bo'yicha 2 milliarddan ortiq odam an'anaviy iflos yoqilg'idan foydalanishda davom etmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi jahon umumiy energiya iste'molining taxminan 17.9% ni tashkil etgan. Energiya samaradorligi bo'yicha o'sish sust. 2021-24-yillarda energiya sarfining yalpi ichki mahsulotga nisbatan qisqartirish sur'ati atiga 0.8% ni tashkil etgan. Dunyoning ayrim qit'alarida elektrsiz aholi 85% ni joylashgan. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'sish mavjud, ammo hozirgi sur'at saqlansa, 2030-yilga qadar barchaga zamonaviy energetikaga to'liq kirish maqsadiga erishish ehtimoli past. O'zbekistonda SDG 7 doirasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, elektr energiyasi bilan to'liq ta'minlash Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra 2023-yilga kelib O'zbekiston aholisining deyarli 100% elektr tarmog'iga ulangan. Bu 7 maqsadning milliy darajada bajarilganini ko'rsatadi. Ammo ayrim hududlarda barqarorlik muammolari saqlanishi mumkin. Toza yoqilg'i va maishiy energiya 2024-yilga ma'lumotlariga ko'ra aholining 77.8% qismi toza yoqilg'i turlaridan foydalanmoqda. Qolgan qismi esa gaz, elektr yoki bioyoqilg'iga o'tish dasturlarini kengaytirish zarur. Qayta tiklanuvchi energiyani rivojlantirish. So'nggi yillarda mamlakatda quyosh va shamol elektr stansiyalariga bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Hukumat 2030-yilga qadar 18,000 megawatt quvvatli tizimlarini ishga tushirishni rejalashtirilgan. Chiqindilarni energetikaga aylantirish 2024-yilda oktyabrda qiymati 1,3 milliard AQSh dollariga bo'lgan bir nechta zavod qurilishi bo'yicha xalqaro shartnomalar imzolangan. Bu loyihalar 2027-yilga qadar millionlab tonna chiqindilarni qayta ishlab, taxminan 2,1 milliard kilovat energiya ishlab chiqarishni kutilmoqda. Energiya samaradorligi va audit 2020-24-yillarda 285 ta yirik sanoat korxonasida energiya audit o'tkazilgan. Hukumat energiya sarfini qisqartirish bo'yicha milliy dasturlarni joriy etgan, ammo tadbirlarni amalga oshirish tezligini oshirish talab etiladi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan muhim loyihalar quyosh, shamol parklari, Namangan, Navoiy va Qoraqalpog'iston hududlarida yirik loyihalarga amalga oshirilmoqda. Bu mamlakatning qayta tiklanuvchi energiya strategiyasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Energiya loyihalari Xitoy, Birlashgan Arab Amirligi va Janubiy Koreya kompaniyalari bilan hamkorlikda chiqindilardan energiya olish zavodlari qurish yo'lga qo'yilgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida soatiga jami 1450 kilovat yetishtirilmoqda quyosh panellari orqali. Birinchi binoda 150 ta, 7-chi binoda 150 kilovat, 5-chi binoda 150, Madaniyat saroyida 150 kilovat, 1-sonli talabalar turar joyida 150, axborot resurs markazida 150 kilovat, 2-sonli va 3-sonli talabalar turar joyida har bittasida 50 kilovatdan soatiga quyosh panellari orqali
energiya yetishtirmoqda. Bir kunlik energiya quvvati soatlar kesimida hisoblaydigan bo'lsak, 8064 kilovatni tashkil etadi. Bir oylik energiya quvvati kunlar kesimida reja bo'yicha prognoz olib borilganda o'rtacha bir oylik elektr quvvati 229216 ni tashkil etgan. Amalga oshirilgan ishlar bo'yicha erishilgan natija bir kunda 702 ming kilovatni, bir oyda 214,5 ming kilovatni, bir yilda esa 3609 ming kilovatni tashkil etadi. Quyosh panellari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 2021-yilda 2756 ko'rsatkichga ega bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 3656 ko'rsatkichga uddalanganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, aqlli moslamalar orqali gazdan foydalanish hajmi 1000 metr kub bo'yicha 2021-yilda 769,5 bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 1045 ko'rsatkichga ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. Shu ma'lumotlarga asoslangan holda ko'rishimiz mumkinki, energiya samaradorligi bugungi kunda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 40% gacha uddalanayotganini ko'rishimiz mumkin. Sizlarga yetishicha yetti ma'lumotlari asosida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi.